Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, ota-onamni qaysi firmaga ishonib topshirsam mukammal umra qilgizib kelarkan deganlar. Xudo xolasa biz sizlarga rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan yuzlanyapmiz. Bizda barchasi qonuniy, rasmiy litsenziyaga egamiz. Bizni ofisimizdagi hisobchilarga bemalol to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Boshqa viloyatdan bo'lsalaring hisob raqamlarimizga to'lovlarni amalga oshirsalaringdan bo'ladi. Bank orqali eslatib o'tamiz. Bizda barchasi qonuniy bo'ladi. Inshaalloh biz o'zimiz ana shu joydagi Makka Mukarrama Madina Munavvaradagi sharoitlarimizni ko'rib keldik va siz aziz yurtdoshlarimizga biz aynan sharoitlarimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Madina Munavvarada o'zim 100 metr masofadagi gastinisaga joylashdim. Aksariyatlar 400 metr, ya'niki 100 metrdan 400 metr oralig'idagi gastinisalar markaziyadagi. Makka Mukarramada eng yaqini 1,5, 1,7, 1,6, ya'ni yonma-yon gastinisalarimiz bor. Malak Al-Safa, Number 1 Hotel, Aldera nomli gastinitsa. Xudo xolasa inshaalloh avtobus xizmatidan muammo bo'lmaydi. Nimaga desalaring, Malak Safa, Number 1, Aldera ozgina bu tomonda. Ya'niki uchov gastinitsani avtobusiga chiqsalaringdan bo'laveradi. Ya'ni biz shu narsani yo'lga qo'ydikki, uchov gastinitsani shopirlari qaysi gastinitsani odami bo'lsa ham olib kelaveradi. Faqat o'zingiz gastinitsangizgacha ozgina, misol uchun oralig'i 100 metr bo'lsa, 100 metr piyoda yurib kirishingiz mumkin. Bu ham uncha muammo emas. Va gastinitsalarimizni barchasini stayankasi haram hududigacha 150-200 metr masofada, ya'ni soatda orqa tomoni 3-hammomda o'ngga burilib to'g'ri yurib chiqsalaring stayankasi bo'ladi. Xudo xolasa Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Milliy taomlarimiz xudo xolasa juda ham chiroyli. Inshaalloh men o'zim borib o'sha yerda yashab keldim. O'zim umra safariga oilamni olib borib keldim. Taomlarimiz yaxshi. Inshaalloh undan tashqari yana 50 boshlarimiz xizmati inshaalloh mukammal umra qilib sizlar bilan birgalikda yelkadosh bo'lishadi. Har bir reyslarimizda birga borib birga kelishadimi deganlarga to'g'ri kelishsa birga borib birga kelishadi. Mabodo to'g'ri kelmay qolsa yo'lboshchi olib borib, yo'lbosh qaytarib olib keladi. Aynan ana shunaqangi yo'lbosh shaxsan o'zim bo'lib borib keldim. Odamlarni olib, odamlarni olib keldim. Xudo xolasa unisidan muammosi yo'q. Madina Munavvarada 5 dan ortiq ziyoratlar va Ravza-i Sharifga 100% tashrif. Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar hamda Qizil dengiz sayohati. Xohlovchilar, istovchilar uchun Toyif shahriga ziyoratni ham amalga oshiriladi. Undan ham tashqari, aka. Undan ham tashqari, xudo xolasa yana asosiy narsalardan biri bizda misol Kakkiya bozoriga yokida mana umra badal qilish uchun 50 boshlarimiz alohida avtobus qo'yib, o'zlari olib borib, o'zlari olib kelishadi. Va yana undan ham nimasi? Ovqatlardan o'sham borku. Bor osh. Aytdim. Hozir ustiga qo'yib yuboraman-da. Bu hoji akam meni har safar video olyapsam, videolarimni bosib o'chirib berib turadigan hoji akam bo'ladilar-da. Hoji akam menga qarashib turadilar, ha hoji aka. Endi odamlarga ma'lumotni beraylik-a. Yana to'xtatmaylik-a. Endi xudo xolasa aziz obunachilar, taomlarimiz, 50 boshlarimiz va boshqalardan tashqari xudo xolasa sizlarni biz aeroportga uchib ketayotganlaringda kamzillaringni beramiz. Maxsus sumkalaringni beramiz. Undan tashqari mana shunaqangi maxsus bejiklarni beramiz va undan ham tashqari mana shunaqangi 3 yostiqchalarini bonus sifatida sizlarga taqdim etamiz. Va xudo xolasa bizda qaysi sanalarga reyslar bor deganlarga inshaalloh Farg'ona Madina 3-chi, 7-chi, 10-chi, 14-chi $995 chegirma. Farg'ona Jidda 2-chiga bor $995. Namangan Jidda 4-chi, 11-chiga bor. Buni narxlariga keladigan bo'lsa, buni ham $995 chegirma qilib beramiz inshaalloh. Bundan tashqari Toshkentdan reyslarimiz amalga oshiriladi. Bemalol haftasiga 2 ta reyslarimiz bor. Aloqaga chiqsalaring to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Inshaalloh bizga aloqaga chiqinglar. Umra safariga borib mukammal umra qilishni sizlarga tavsiya qilib qolamiz.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha.